Iso Masih men Xudoning o'g'liman deganmi? Islomiy voizlar shunday deydilar: payg'ambar Iso hech qachon men Xudoning o'g'liman demagan. Lekin ular qachon buni aytmaydi? O'zing o'qib ko'r, chunki ular bilishadi, agar odamlar haqiqatdan ham o'qisa, aldov oxiriga yetadi. Shuning uchun keling, o'zimiz o'qib ko'raylik va ular ko'rmagan yoki ko'rishni istamagan haqiqatni topaylik. Iso o'zi qayerda men Xudoning o'g'liman deydi? Nikodim bilan birinchi ochiq suhbat. Yuhanna 3:16-18. Xudo dunyoni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Unga ishongan halok bo'lmaydi, balki abadiy hayotga ega bo'ladi. Unga ishonmagan esa allaqachon hukm qilingan, chunki Xudoning yagona o'g'lining nomiga ishonmagan. Iso najot Xudoning o'g'li orqali kelishini o'zi e'lon qiladi. Shanba kuni shifo topgan kufrlik bo'yicha birinchi rasmiy ayblov. Yuhanna 5:17-18. Otam hozirgacha ishlamoqda, men ham ishlamoqdaman. Shu sababdan yahudiylar uni o'ldirishga yanada ko'proq urindilar. Chunki u Xudoni o'zining otasi deb atab, o'zini Xudoga teng qilgan edi. Iso Xudoni noyob ilohiy ma'noda o'zining otasi deb ataydi. To'g'ridan to'g'ri bayonot: men Xudoning o'g'liman. Yuhanna 10:30-36. Men va otam birmiz. Otasi tomonidan muqaddaslanib dunyoga yuborilgan zotga sen kufr qilyapsan deysizlarmi? Chunki men Xudoning o'g'liman dedim. Bu Iso tomonidan aytilgan eng ochiq va to'g'ridan to'g'ri bayonot. Men Xudoning o'g'liman, ramzlarsiz, ishoralarsiz. Martaning e'tirofi Iso tomonidan qabul qilinadi. Yuhanna 11:25-27. Men tirilish va hayotman, bunga ishonasanmi? U dedi: ha Rabbim, ishonaman. Sen Masihsan, Xudoning o'g'lisan. Iso bu e'tirofni rad etmadi, balki qabul qildi. Tuma ko'r odam shifo topgan. Shaxsiy vahiy. Yuhanna 9:35-38. Sen Xudoning o'g'liga ishonasanmi? U dedi: u kim Rabbim? Ishonishim uchun. Iso dedi: uni ko'rding, hozir sen bilan gaplashayotgan o'sha zotdir. Iso bir odamga shaxsan o'zini Xudoning o'g'li sifatida ochib beradi. Oliy ruhoniy oldida suddagi rasmiy e'tirof. Mark 14:61-62. Qarang, Matto 26:36-34. Luqo 22:70. Sen Masihmisan, muborak zotning o'g'limisan? Iso dedi: menman. Shundan keyin u inson o'g'lining qudratining o'ng tomonida o'tirganini va osmon bulutlarida kelayotganini ko'rasizlar dedi. Bu eng ochiq, hammaga ma'lum va huquqiy jihatdan qayd etilayotgan e'tirof bo'lib, undan keyin Iso o'limga hukm qilinadi. Tirilishdan keyin yakuniy tasdiq. Yuhanna 20:17. Men otamning va sizlarning oldingizda otamizning huzuriga, mening Xudoyim va sizlarning Xudoyingizning huzuriga ko'tarilaman. Iso aniq ajratib ko'rsatdi: Xudo uning otasi, Xudo masihiylarning ham otasi, lekin maqom bir xil emas. Xulosa: Iso boshqalar uni Xudoning o'g'li deb atashiga shunchaki ruxsat berib qo'ymadi. U xizmatining boshidan boshlab oliy ruhoniy oldidagi sudgacha buni o'zi ochiq aytib keldi. U Xudoning o'zining otasi deb atadi. Men Xudoning o'g'liman dedi. Iymon e'tiroflarini qabul qildi va buning uchun o'ldirilishini bilgan holda sudda ham buni tasdiqladi. Endi savol: siz bu haqiqatni bilasiz. Endi nima qilasiz? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing. Oldingi videoni tomosha qiling. Iso o'zini Xudo deb ataganmi? Havola orqali tasnifda